kelishimdan asosiy maqsad qizchamiz 7-sinf qizchamiz Qurbonboyeva Xurshida C1 olgan. Bu hammaga ham emas. Masalan, bizning tumanimizda C1 olgan hali 7-sinf o'quvchi bo'lmasa kerak. Xurshida kelib oladi. Ochiqcha aytaman, meni markazimda hozirchalik zvezdasi va faxri shu. Maktab ma'muriyatiga domla, men bu narsalarda Xurshida senga yo'q bu. Mana shu narsalarni berib qo'ymoqchiman. Bu tashakkurlar maktab uchun. Bu Xurshida qizimizni o'sha C1ni anakay arzimagan sovg'amizni berib qo'ying. Assalomu alaykum. Men bugun Xurshida o'quvchimiz ingliz tili fanidan C1 darajaga erishdi. Bundan maktab ma'muriyati ham xursandmiz. Xurshida tirishqoqligi bilan o'quvchilarni juda bajarib turadi. Hamma fanlardan yaxshi o'qiydi. Bundan keyingi o'qishlariga ham omad tilayman. Katta o'qishlarda katta sertifikatlar yana egallab, o'zini martabasini mustahkam egallab olishini xohlayman.